hurmatli obunachilarimiz. Biz ishiyot faoliyatimizni mana bugun Navruz bayrami degan ochib ishlayapmiz. Bilasizlar, Manzil Qo'qon shahar Bodo firmaning eng katta bazasidamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tempe firmalarimiz bilan yangi yillar chiqqan, 2000 chiqqan, ishsizlar chiqqan. Shahar ichiga dastavkasi bilan 1200 dollar. Agar o'zimiz dastavka qilaveramiz desalaring, 1150 dollar qilib beraman. 1600 dollar kami bor. 1,5 dollar qilib beraman. Hali bunaqasi bo'lmagan. Вообще motorollarda umuman cheksiz qilardi, motorollardan qarang turishini, ajoyib. Yangiliklarimiz chiqqan, 300 kilo toza yuk oladi. 300 kilo. Mana buni 20 li akkumulyatorda 5 ta to'liq zaryadda 60 kilometr yuradi. Ekranlarda nomerlarimiz bor. Bizni kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube kanalimizda layklar bosib tarqatib yuborasizlar. Bizni kuzatib boringlar. Biz har kuni yangiliklar qo'yishdan to'xtamaymiz YouTube kanallarimizga.